Andijonda bog'cha bolalari roza tutmoqda. Mana bugun mudiramiz Mashhur opa bolalarimga ovqat bermadi. Ozoda Nursaidovaning klipiga tushgan qiz nogiron bo'lib qoldi. Kim javob beradi? Albatta, men Sabrinani oila a'zolariga hamdardlik bildiraman va o'ylaymanki, hamma narsa qonun doirasida o'rganiladi va kim aybdor bo'lsa, qonun doirasida jazosini oladi. Farg'onada o'zidan ko'cha yasab olgan yigitlar qamoqqa olindi. Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, eng oxirgi rubl va o'zbek so'mi va dollar kurslaridan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz va O'zbekistonning barcha viloyatlaridagi havo haroratini bilmoqchi bo'lsangiz va eng qaynoq va qiziqarli xabarlardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, opisaniyada uzbomtv.uz saytimizning Play Marketdagi prilojeniyasini yuklab oling. Ha, aziz obunachilar, endi biz smartfonlar uchun o'z prilojeniyamizni e'lon qilyapmiz. Kommentariyada agarda siz 5 ta yulduz qoldirib, kommentariyada karta raqamingizni qoldirsangiz, sizga 100 ming so'm ham tashlab beraman. Prilojeniyani yuklab oling va oxirgi xabarlardan xabar toping. Bemalol joylashib o'tiring. Qani unda biz boshladik. On 6-mart sanasi kuni ushbu mashinani egasi siz bo'lishingiz mumkin. Shartlarni batafsil eshiting. Kommentariyadagi Telegram kanal orqali siz kanalga obuna bo'lasiz va o'sha yerdagi shartlarni bajarasiz. Birinchi o'ringa Cobalt, ikkinchi o'ringa iPhone 16 Pro Max, uchinchi o'ringa $500 pul. Uzbom TV obunachilari, hammangizni omadingizni bersin, ushbu Cobaltni aynan siz yutib oling. Yes. 2024-yilning 7-noyabr kuni Sabrina avtohalokatga uchraydi va ushbu holat Ozoda Nursaidovaning klipi bo'layotgan payt, ya'ni klip syomkasi paytda Gelik rusumli avtomobilni tagiga kirib ketadi. Sabrina ismli aktrisa jiddiy jarohat olgan. Ba'zi bir xabarlarga qaralganda, vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi sababli bu qiz nogiron bo'lib qolgani aytilmoqda. 4 oydan beri bu qizga hech kim e'tibor bermayotgani va bu qiz tuzalib ketmayotgani haqida hozirgi kunda internet tarmog'ida bir necha fake va rostmi shunday xabarlar tarqalmoqda. Bu holatlar bo'yicha Ozoda Nursaidova va ham o'zi xabar topgani va o'zi ham shaxsan internet tarmog'iga chiqib bu holatlar asossizligi va vaqtida bu qizga tibbiy yordam ko'rsatilgani va bu holatlar bo'yicha Ozoda Nursaidova aybdor emasligi, bu ham Ozoda Nursaidova klipmekerlarga topshirganligi va bu holat qandaydir baxtsiz hodisa deya e'lon qilmoqda va qonun oldida kerakli insonlar javob berishini aytib o'tgan. Keling sizlarga Ozoda Nursaidovaning gapini ham va o'sha yerdagi klip syomka bo'lgan va Ozoda Nursaidovaning tanishlarini ham bir necha gaplarni izohlab bersak. Texnik ssenariy bo'yicha manimcha hech kim mashina haydash kerak emas. Biz hayron bo'ldik. Qanaqasiga mashina haydaydi? Mobil axborot vositalarida noto'g'ri informatsiya ketyapti. Bu insident bo'yicha, ya'ni yordam qilinmagan, skoriy chaqirilmagan, qon yo'qotilgan, 02 qilinmagan va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, Sabrinaga birinchi yordam ko'rsatilgan, operatsiyasi bormi, qon quyish bormi, hamma narsasi bo'yicha yordam ko'rsatilgan va shu kungacha yordam ko'rsatilib kelinyapti. Shaxsan men tarafdan. Albatta, men Sabrinani oila a'zolariga hamdardlik bildiraman va o'ylaymanki, hamma narsa qonun doirasida o'rganiladi va kim aybdor bo'lsa, qonun doirasida jazosini oladi. Bu hozir chiqishimizdan maqsadimiz majbur bo'lib chiqdik. Ayrim bir odamlar, blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozodapani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan gapini gapirib qo'yib yotibdi, deyapti. Birinchi yordam ko'rsatilmagan deyapti. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha bankaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda.
yo o'sha men internet saytdagilarga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar, ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapslarigacha hammasi bor. Uy talab qilgan hammasi bor. Lekin unga hamma abdushi qaradi, bu qiz oyoqqa tursin. Bu qizni biz nima qilamiz, nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan, yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Lekin endi insof bilan oxiriga kelib mashina uy deyish endi birovning nomini yolg'on ma'lumotlar chiqarib, yo'da meni nomimni bulg'ab, men u yerda men operatorman. Meni operator qilib chaqirishgan. Menga nima olish kerak bo'lsa, motor deganman, bo'ldi. Bu syomka bu. Men ishim mana shu, motor deganman, syomka qilish kerak bo'lgan, kadrni olish. Meni vazifam shu. Shu orada aziz obunachilar, 4 oy oldingi bo'lgan mavzu nima uchun hozir muhokamalarga sabab bo'layotgani sababi ham shu Sabrina ismli butun boshlik karyerasi paymon bo'layotgan aktrisa haqida gap ketmoqda. Ushbu aktrisa Instagram tarmoqlarida va bir necha platforma kliplarda tushgan va o'z karyerasini cho'qqilarga olib chiqayotgan bir payt o'sha gelik avtomobili tagiga kirib ketadi va oqibatida karyerasiga nuqta qo'yiladi. Hozirda ushbu qiz kolyaskada qolgani va bu holatlarga kimdir javob berib, u qizni sog'lig'ini qaytarib berish bo'yicha talablar ketmoqda. Bu holatlar bo'yicha siz qanday fikrdasiz aziz obunachilar? Albatta izohlarda qoldiring. Biz esa kuzatishda davom etamiz. O'ylaymizki, Ozoda Nursaidova ushbu qizga operatsiyasiga yordam beradi va bu qiz tez orada o'z karyerasiga qaytadi degan umiddamiz. Lekin ba'zi bir xabarlarga qaralganda Sabrina bir oyog'i 7 sm ga kalta bo'lib qolgani ham mish-mishlarda tarqalmoqda. Fikrlarni izohlarda qoldiring, biz esa davom etamiz. Farg'onada o'zidan ko'cha yasab olgan bir necha guruh yigitlar qo'lga olingani aytilmoqda va ular ustidan jinoyat ishi ochilgani ham aytilgan. Eslatib o'taman, 2022-yili O'zbekiston Respublikasida shunday bir tadbir bo'lib o'tgan. Ushbu tadbirlar ichida juda ko'p insonlar qo'lga olingan edi. Farg'onada ham, Andijonda ham va boshqa viloyatlarda. Endi 2025-yilning boshida ham shunday bir guruhlar qo'lga olindi. Unga sabab ularni gapi: "Men Otabek Vallomovman, qo'lingdan kelganini qil, menga kuching yetmaydi" deb va ko'chalarda shunday bir do'q-po'pisa qilib yurgan ushbu yigitlarni hozirda hammasini qo'lga olishgan va 102 xodimlar, ya'ni O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar boshqarmasi xabar berishi bo'yicha, agar siz ham shu yigitlardan jabr ko'rgan bo'lsangiz, 102 ga qo'ng'iroq qilib, albatta xabar berishingizni xohlab qolishmoqda. Keling sizlarga ushbu ogohlantirish va Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan, axborot vositasi tomonidan tayyorlangan video lavhani taqdim etsak. Xabaringiz bor, joriy yilning 21-fevral kuni Farg'ona shahar Oftob ko'chasida joylashgan Verona nomli kompyuter o'yinlar klubida sodir bo'lgan janjal haqida xabar bergandik. Ma'lum bo'lishicha, 1998-yilda tug'ilgan Farg'ona shahar Ma'rifat ko'chasi 14-uy 12-xonadonda yashovchi Vallomov Otabek Baxtiyorjon o'g'li 2025-yilning 21-fevral kuni tanishlari G'ulomjonov Muhammadaziz Mahmudjon o'g'li, Qodirov Muhammad Tavakkaljon o'g'li, Mahmudjonov Nazirjon Sodiqjon o'g'li, Omonullayev Muhammadali Ilhomjon o'g'li va Mamajonov Hojakbarxon Sharifjon o'g'li bilan bir guruh bo'lib, mazkur o'yingohda jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan jamoat joyida baqir-chaqir qilib, jamoat tartibini va mijozlarning tinchligini buzishib, shovqin solishgan. Ushbu klub ish yurituvchisi Xudoynazarov ularni tartibga chaqirgan paytda janjal chiqarishib, uning tanasini turli joylariga urishib, tan jarohati yetkazishgan. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham Vallomov Otabek Baxtiyorjon o'g'li hamda uning sheriklaridan jabrlangan bo'lsangiz, 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishingiz so'raladi. Shaxsingiz sir saqlanishi ta'minlanadi. Hozirda o'zidan ko'cha yasab olayotgan shaxslar juda ham ko'p, lekin O'zbekiston Respublikasida va boshqa qo'shni davlatlarda ham bunga chek qo'yilmoqda. Chunki davlatda hamma inson qonun oldida javobgar va qonun oldida teng. Shu uchun kuching ko'p bo'ladimi yoki seni familiyang boshqacha bo'ladimi yoki sen undan-da kuchli bo'lsang ham qonun oldida hamma barobar deb bejiz aytishmaydi. Fikrlar bo'lsa ushbu hodisalar bo'yicha yoki bu insonlarni tanisangiz yoki bu insonlardan jabr ko'rgan bo'lsangiz, kommentarda izohlarda albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Andijonda Izboskan tumanida bog'cha bolalari roza tutishmoqda.
Hayz obunachilar, eshitishdan kulgili bo'ladi. Meni fikrim bo'yicha bog'cha bolalarini ovqatlarini kalamushlar, odamsimon kalamushlar yeb qo'ygan yoki uylariga olib ketib, o'z farzandlariga yedirib bo'lgan. Shu sababli ham bolalar och o'tirishmoqda va bu bog'cha xususiy bog'cha emas, davlatdan ajratilgan bog'cha deyilmoqda ba'zi bir manbalarga qaralganda va u yerda bir necha kalamushlar bor ekan. O'ylaymizki, Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi blogerlar yoki o'sha yerdagi mutasaddilar bu narsaga jiddiy e'tibor berishadi va bolalarni roza tutishiga ozgina bo'lsa ham e'tibor berib qo'ymasa, kelajak avlodimiz roza tutsa, hozir yosh bolalar ertaga ocharchilik ham e'lon qilishib yuborishi mumkin. Shu uchun keling sizlarga video lavhani taqdim etsak. Mana Andijon viloyati Izboskan tumanidagi 41-bog'cha. Mana bugun mudiramiz Mashhur opa bolalarimga ovqat bermadi. 22 ta bolam och qoldi. Mana bolalarning holati bolalar bog'chada och qolyapti. Siz qanday fikrdasiz? Bog'cha bolalari roza tutishiga rozimisiz? Albatta bu holatlar kulgilik, lekin bu mavzuni biz sizlarga yetkazmasak, boshqa hech kim yetkazmaydi, chunki bog'cha bo'yicha mavzularni juda ham ko'p ko'targanmiz. Ayniqsa o'sha bog'chadagi taomlarni o'g'irlayotgan kalamushlar haqida ham aytganmiz. O'ylaymizki, tez orada bu holatlar bo'yicha rasmiy munosabatlar kutib qolamiz va kerakli insonlar jazolanib yoki ishdan ketadi degan umiddamiz. Shu orada aziz obunachilar, har hafta iPhone 16 Pro Max obunachilarimga podarka qilyapman. Kommentariyada Telegram silkamizni qoldiraman. O'ting, obuna bo'ling va yangi masla iPhone 16 Pro Maxlarimizni uyingizga olib ketishingiz mumkin. Video rolik ostiga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.